Tasavvur qiling, ingliz tilida gapirayotgan native speaker to'g'risidasiz. U sizga ingliz tilida nimadir deyapti. Lekin siz jilmayib, boshingizni qimlatishdan boshqasiga o'ta olmayapsiz. Chunki gap nima haqida ketayotganini umuman tushunmayapsiz. Yoki sevimli filmingizni ingliz tilida ko'rishni boshladingiz-u, 3 daqiqa o'tar o'tmasdan subtitrni yoqish yokida o'zbekchasini qidirishga majbur bo'lasiz. Balki IELTS listening imtihonida audioni eshitasiz-ku, lekin to'g'ri javob topishga qiynalarsiz. Agar bu holatlar sizga tanish bo'lsa-yu va bundan charchab ketgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki men hozir sizga listening darajasini tubdan o'zgartiradigan, shaxsan o'zim sinab ko'rgan eng samarali 3 usulni ko'rsatib tushuntirib beraman. Agar siz bularni muntazam ravishda bajarsangiz, tez orada inglizcha kinolarni subtitrsiz va tarjimasiz tushunib, zavqlana boshlaysiz. Native speakerlarning fluent nutqini analiz qila olasiz va IELTS listeningda o'zingiz istagan yuqori natijani qo'lga kiritasiz. Bu videoda men sizlarga iloji boricha yengilroq bo'lgan texnikalarni tushuntirishga harakat qilaman. Faqat uchinchisi biroz qiyinroq va vaqt talab qiladi. Lekin eng samarali hamda eng tez natija beradigani ham uchinchisi. Endi unisi qiynalib bo'lsa ham haqiqatda natijaga chiqaman deydiganlar uchun-da. Shuning uchun maqsadingiz aniq, tiniq bo'lsa, listening darajasini kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi metod: decoding connected speech. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima native speakerlar kitoblarda yozilganidek aniq gapirmaydi? Masalan, siz dars jarayonida I have to go deb o'rganishingiz mumkin. Lekin ko'pincha native speakerlar buni I have to go deb aytadi. Nega? Chunki ingliz tilida connected speech degan narsa bor. Ya'ni odamlar so'zlarni alohida emas, balki bir-biriga ulab, qisqartirib gapiradi. Shu sababdan talaffuz yozilishidan boshqacharoq eshitiladi. Endi mana qarasada, ingliz tilida muhim so'zlarga urg'u beriladi. Boshqa so'zlar bo'lsa, unaqa urg'u berilmaydi, yutilib, yo'q deb talaffuz qilinayotgan. No, I didn't. I asked. Got the keys? Maqsad bo'lsa o'sha gapni ritmini ushlab turish, baland pastliklar bilan chiqib tushib gapirish. Masalan, siz did you eat deb o'rgangansiz, lekin bu real suhbatda ko'pincha did you eat kabi eshitiladi. Did you eat? What did you eat? Did you eat? Yoki what are you doing gap bo'lagini olaylik. Ba'zida buni native speakerlar what you doing deydi. Yokida What are you doing? deyish ham mumkin. Birinchi marta eshitgan odam uchun bu xuddi boshqacha til. Men maktabda o'rgangandim, bunaqa emasdi-ku. O'rtoqlarim ham hech bunaqa gapirmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Va aynan shu narsa connected speech, ingliz tilini ingliz tilida qilib turadigan narsa emas, so'zlar bir-birini bog'lan qisqarib ketadi. Zo'r narsa. Endi ingliz tilida gapirganingizda, robotdek, monotonous bir xil gapirishingiz kerak emas-da. Ular xuddi buni ashlayotgandek ritmi bo'ladi. Baland pastligiga chiqib, tushib, mazza qilib aytadi. Oqim bilan yuradi-da. Ba'zi so'zlar yedirilib ketadi, ba'zilari yo'q bo'lib ketadi, ignor qilishadi va eng muhim so'zlarga katta urg'ulab berishadi va so'zlarni bir-biriga bog'lab gapirishadi. Va aynan shu narsa endi connected speech deb o'rtoqlar. Talaffuz haqida gaplashganimizda linkingga alohida urg'u berib to'xtalmasak bo'lmaydi. Linking bu so'zlar bir-biriga ulanib ketishi. Agar so'zni oxiriga tovushi undosh, undan keyin kelayotgan so'z unli tovush bilan boshlanadigan bo'lsa, so'zlar bir-biriga ulanadi. Masalan, pick it up, pick it up. Put it on, put it on. Turn it on, turn it on. Native speakerlar so'zlarni bir-biriga ulab aytgani uchun, boy aytganimdek yopishtirib aytgani uchun, quloqqa bu so'z alohida emas, xuddi 3-4 ta so'zlar bitta bo'lgandek eshitiladi. Okay, maybe a bug flew in my ear. Mana biz bildik. Linking bu o'sha ikkita so'zni bir-biriga bog'lash ekan. Unli undosh yokida undosh unli bilan kelsa bunda bog'lashimiz kerak ekan. Lekin degan joy bor. Ikkita unli kelib qolsa nima qilamiz? Ularni ulasa bo'ladimi? Ha? Aynan shu hodisa ingliz tilida intrusion deyiladi. Masalan, go out, go out. She is, she is. I agree, I agree. Mana ahamiyat bergan bo'lsa, so'z oxiri unli bilan tugadi, undan keyin kelayotgan so'z ham unli bilan boshlangani uchun biz ba'zi paytlarda o'sha w qo'shimchasini qo'shamiz, ba'zi paytlarda esa y qo'shimchasi qo'shiladi. Endi buni native speakerlar ham atilab qilmaydi. Bu endi avtomatik tabiiy jarayon hisoblanadi. Va eng qiyin qismlardan biri esa bu elision,
Ya'ni ayrim tovushlarning butunlay tushib qolishi. Endi ba'zi paytlarda tez gapirganingizda ayrim harflar tushib qoladi. Masalan, YouTube'dagi ingliz tilida bo'lgan istalgan videoni qo'yib, listening qilib o'tirganingizda native speakerlar tez gapiradi-yu. Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. Mana shu paytda asosan ayrim harflar tushib qoladi. Masalan, next day, friendly, must be. Endi buni sizga kichkina sirni aytadigan bo'lsam, ko'pincha so'zlarni oxirida yoki ikki so'zni o'rtasida t va d tovushlari keladigan bo'lsa, bemalol tashlab ketavering. Ingliz tilini o'rganuvchilar ko'pincha bitta muammoga uchraydi. Grammatikasi yaxshi, so'zlarni ham biladi, lekin shu listeningga kelganda tushunmaydi native speakerlarni. Mana shunaqa intrusion, elision, yana nima o'rgandik? Linking degan narsalar bor. Tushundingizmi? Aytgancha, listening yaxshilash uchun hozirgacha siz uchun eng foydali bo'lgan narsa nima? Balki podkastdir, kino ko'rishdir yoki o'qituvchi qanaqadir tavsiyalardir. Izohlarga yozib qo'ysangiz, qolganlarga ham foydali bo'ladi. Va biz davom etamiz. Ikkinchi metod, shadowing. Endi o'rtoqlar, ikkinchi bosqich bu quloqni tilga bog'lash. Nega kichkina bolalar hali tili chiqmasdan hamma narsani tushunadi? Chunki ular tovushlarni qaytarishga harakat qiladi. Neyrobiologlar aniqlashicha, inson o'zi talaffuz qila olmaydigan tovushni eshitganda, miya uni tushunarsiz signal sifatida chetga surib qo'yadi. Ya'ni siz schedule so'zini noto'g'ri talaffuz qilsangiz, uni eshitganda ham tanimaysiz. Bu narsani to'g'rilash uchun shadowing haqiqatda zo'r variantlardan bittasi hisoblanadi. Shadowing o'zi nima deyotgan bo'lsangiz, siz o'zingizga yoqadigan film parchasi, podkast yoki ma'lum bir insonning videosini topasiz va o'sha inson gapirganidek gapirishga harakat qilishingiz. Ba'zilar buni imitation ham deydi. Siz bu yerda asosiy urg'uni artikulatsiyaga qaratasiz. Siz uni native speaker nima deyapti, gap nima haqida ketyapti, o'zi buni nima kuldi tushunishingiz shart emas. Tushunsiz, nur ustiga nur. Lekin asosiy urg'u u yerda talaffuz, mana shunday muskullaringizni, artikulatsiyangizni yaxshilash. O'zi shadowing qilishi har xil usullari bor. Lekin men o'zim o'qishlarimga tavsiya qiladigan kanallardan bittasi bu Shadowing for Dummies. U yerda siz turli-tuman native speakerlarning videolarini ko'rishingiz mumkin. Ular ba'zida intervyular, ba'zida film parchalaridan yoki-da Oscar nominatsiyalaridan berayotgan nutlarni ko'rsatishadi. Siz ular aytgan har bir gapni ulardan keyin 3 marta xuddi ular aytgandek aytishga harakat qilasiz. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans. I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans. Xullas, mana shunday qilib turib siz o'sha odamlardek gapirishga harakat qilasiz. Blede la blede, blu bla ble. Va shu tariqa ham listeningiz, ham talaffuzingiz, pronunciationni keng darajaga olib chiqarasiz. Va eng muhim tomoni, miyangiz asta-sekinlik bilan shu tabiiy ritmga moslashadi. Connected speech, real pronunciation, speed, intonation hammasini birgina shadowing orqali keng darajaga olib chiqsangiz bo'ladi. Darvoqe, siz shadowingni o'zingizga yoqadigan insonlarni podkastlarini eshitish orqali ham bajarsangiz bo'ladi. O'sha podkast qo'yasiz, o'sha odam gapirgandek mazza orqasidan qaytarib olasiz. Va podkastlarning o'zi ham bitta alohida mavzu. Chunki podkastlar ham listeningni yaxshilashga va rivojlantirishga juda ham katta hissa qo'shadi. Nimaga deysizmi? Chunki podkastlarda real life spoken Englishni ko'rasiz. Ya'ni haqiqatda real hayotda ishlatiladigan gaplarni eshitasiz. So'zlar bo'ladi. Ular ham ana kitobiy tilda gapiring. Bemalol o'tirib, bir finjon qahva ustida gaplashib o'tiradi. Siz agar o'zingizga yoqadigan mavzudagi podkast eshitadigan bo'lsangiz, uni kontekstdan ham tushunishingiz ancha osonroq bo'ladi. Masalan, Englify ilovamizda ham podkastlarga alohida urg'u berilgan. Ya'ni siz o'tda native speakerlar bilan olingan podkastlarni ham ko'rishingiz mumkin. Lekin darajangiz beginner, elementary, endigina boshlagan o'quvchi bo'ladigan bo'lsangiz, u podkastlarni tushunmasligingiz mumkin. Shu sababdan o'tda level podcast yordamga keladi-da. Siz darajangiz qaysida bo'lishidan qat'iy nazar, pre-intermediate deysizmi, intermediate-mi, beginner bo'lmaydimi? Kechagina ingliz tilini o'rganishni boshlagan bo'lsangiz ham level podcast ko'rganingizda tushunishni boshlaysiz. Gap nima haqida ketyapti, qanaqa mavzular bo'lyapti.
bemalol tushunasiz. Chunki biz aynan sizni darajangizga tushib olib, shunaqa tezlikda o'sha beginner yoki elementary qaysi darajada bo'lsangiz, o'sha darajaga moslab olingan podkastlarimiz bor. Mavzulari hamcha jaydari mavzular, hazillari ham yengil hazm bo'ladigandan-da. Bu podkastlarni ko'radigan bo'lsangiz, mingiz ham maza qiladi. Chunki siz darajangizga moslangan, alohida darajalangan podkastlarda ular. Hamstervak gapirdingiz. Bir shingil ko'raylik endi deyotgan bo'lsangiz, video ostida havola bor. Uni ezing va podkastlarimizni birini bemalol ko'rib, o'zingiz ham guvohi bo'lasiz. Aytgancha podkastlarimizdan orasida bu kamera sizga qaraydi, sizdan ham fikr so'raymiz. Sizga ham savol beramiz. Siz o'zingiz ham qatnashasiz. Xuddi o'sha podkast ichida o'tirgandek his qilasiz. Gapirsam gap ko'p. Bosing linkka, keyin videoni o'zingiz ko'rib olasiz. 3-metod. Listening practice through dictation. Muncha uzun ekan deyotgan bo'lsangiz, bu aslida kitobning nomi. Listening practice through dictation. Mana eng samarali va tez natija beradigan, lekin biroz qiyin va vaqt talab qiladiganiga keldik. Xullas, mana kitobni ochib oldik. Diktant yozishga ham tayyormiz deyotgan bo'lsangiz, adashasiz. Chunki biz diktant yozgunimizgacha bir talay mashg'ulotlardan o'tib borishimiz kerak. Birinchi navbatda siz bilmaydigan, siz uchun notanish bo'lgan so'zlarni hammasini highlight qilib, belgilab olib, keyin uni daftarga ko'chirib, tarjimalarni topib olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa birinchi mashg'ulotga o'tamiz. Exercise A. Mavzuga aloqador bo'lgan so'zlarni tarjima qilganingizdan keyin to'g'ri joylarga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Exercise B. Understanding the context. Mana bu yerda ikkita savol berilgan. Mavzuga aloqador savolda o'qib, ma'nosini tushunib olasiz. O'zi bizdan nima so'ralyapti bu yerda? O'rtoqlar nima qilayotgan ekan o'zi piknikdan oldin? O'sha narsani bilib olganingizdan keyin 4 ta variant berilgan bo'ladi. O'sha variantlarni endi audioni eshitib, gap nima haqidaligini bilib olib, keyin tanlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi savol ham xuddi shu tarzda qilinadi. Savolni o'qib tushunib olasiz, variantlarni bilib olganingizdan keyin audiodan javob topasiz. Bu yerda siz umumiy o'sha kontekstni tushunishga harakat qilasiz. Ya'ni o'zi gap nima haqida ketyapti, bular nima qilishyapti, o'sha narsalarni tushunib olasiz. Exercise C. Focus on details. Endi audioni qo'yasiz va o'sha yerda tushib qolgan bir necha so'zlarni topib yozishingiz kerak bo'ladi. Hali ham siz diktantga kirib borganingiz yo'q, diktant yozmayapsiz. Umumiy kontekstni tushunish jarayonidasiz. Exercise D. Summary. Mana audioni siz shu vaqtgacha 2 marta, 3 marta eshitdingiz. Kontekstdan xabaringiz bor. Piknik qilgani borgan ekan. Borgan paytda yerda qanaqadir chiqindilayotganmish, o'shalarni bildingiz. Endi mana bu yerda o'sha ish harakatlarni umumiy qilib terib qo'yishgan. Endi siz o'shalarni raqamlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Nima ish birinchi bo'ludi? U ishdan keyin nima qildi? O'shalarni 1, 2, 3, 4 qilib yozib chiqasiz. Mana endi o'rtoqlar diktantga yetib keldik. Siz diktant yozguningizcha bir necha etaplardan o'tdingiz. So'zlarni tarjima qilib, umumiy tushunchaga ega bo'ldingiz. Undan keyin ana savollarga javob topib, ABC qildingiz, So'zlarni kerak joyiga qo'yuvdingiz birinchi mashqda. Undan keyin focus on details deb kichkina ma'lumotchalar yozdingiz. Vaziyatlarni ketma-ketligini raqamlab chiqdingiz. Mana endi diktant yozasiz. Shu vaqtgacha siz audioni bir 90% ni tushunib bo'lgansiz. Chunki bir necha marotaba audioni eshitgansiz. Diktant yozish easy. Muammo bo'lmaydi. Ko'rayotgan bo'lsa sizga yordam bo'lsin deb bir necha so'zlarni ham yozib qo'ygan. Faqatgina tushirib qoldirgan o'sha ma'lum bir so'zlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa qilib siz bitta diktantni tugatasiz. Bunga endi ketsa bir 25 minut yoki 30 minut vaqt ketishi mumkin. Bu endi qaysi darajadan boshlab yozsak bo'larkin, Mr. Mike deb o'ylayotgan bo'lsangiz, elementary darajasidan yozsangiz bo'ladi. Agar siz beginner darajasi bo'lsa ham yozsangiz bo'ladi-yu, lekin ozgina qiynalib qolishingiz mumkin. O'sha tomoni bor. Ma'lumot to'g'rini aytib o'tishim kerak. Listening Practice Through Dictation kitobi 4 ta va har bir kitobida 40 tadan diktant bor. Tasavvur qilyapsizmi? 40 tadan diktant. 40-80 160 ta diktant yozadigan bo'lsangiz, listening endi rivojlanmasdan iloji bo'lmay qoladi. Agar kitobga qiziqib qolgan bo'lsangiz, qiyin bo'lsa ham, vaqt talab qilsa ham, menga bu kitob yoqdi. Mashina sinab ko'ribman, listeningni keyingi darajaga olib chiqaman desangiz, video tavsifida havola qoldirganman. Bu orqali Telegram kanalimdan yuklab olsangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, o'rtoqlar, listeningni kuchaytirish uchun faqatgina ko'proq ingliz tilini eshitish kerak degan narsani o'zi yetmaydi. Siz listeningni kuchaytirish uchun real spoken English, o'zi haqiqatda real hayotda ingliz tili qanaqa ishlatiladi, qanaqa foydalaniladi, o'sha narsani ham bilishingiz kerak. Bugun nimalarni o'rgandik? Connected speech miyani real nutqqa tayyorlaydi. Shadowing quloq bilan tilni bog'laydi.
va dictation esa listeningdagi eng kichik detallarni ham ushlashni o'rgatadi. Agar shu 3 ta usulni muntazam ravishda qiladigan bo'lsangiz, listening mahoratingiz sezilarli darajada o'sadi va native speakerlarni tushunishda ham katta farqni his qila boshlaysiz. Va eng muhimi, natija birdaniga emas, asta-sekinlik bilan keladi. Aytgancha, siz hozir listeningni kuchaytirish uchun ko'proq nimalar qilyapsiz? Serial ko'ryapsizmi, podcast eshityapsizmi yoki YouTube'dagi har xil videolarmi? Kommentariylarga yozing. See you in the next one.